Nazarboyev mahallasiga obyektimizni ikkinchi etajini bitirganmiz. Ish jarayonida tezgina video qo'yaylik degan maqsadda o'g'imiz birinchi etajimizda hali ishlarimiz ketyapti. Ishlarimizni o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Ikkinchi etajga chiqqanimizda bitta shunaqa katta ho'l kutib oladi bizani. Bu ikkita kollektor qo'yganmiz. Radiatorlarimiz luchoyda bo'lyapti. Topli pollarimiz har bitta xonadan alohida izolyatsiyada chiqib yotdi kollektorlarga. Ikkinchi etajda общий ikkita spalnigimiz bor. Ikkita detskiy, bitta zal va ikkita sanuzel bor. Bu xonamizda birinchi spalnigimiz. Kravatni o'rnini qoldirib ketganmiz. Kravatni o'rnini topli pol qilgandan foyda ham, zarar ham yo'q. Shuning uchun o'rnini qoldirib ketganmiz. Radiator qo'yilgan, topli pol mana shu kravat atrofini qilingan faqat. Kommunist universitetga joy chiqazilingan. Bu xonamizda ikkinchi spalnigimiz bo'ladi. Ikkinchi spalnigimizda ham kravat o'rnini qoldirib ketganmiz. Yaponli topli pol bo'lgan. Radiator qo'yganmiz xonaga bitta. Bu yerda kommunist universitetimizning o'rni. Bu spalnining ichidagi sanuzelimiz. Bu yerda bitta unitazga joy chiqazganmiz. Dushovka kabinka. Bu yerda rakvina va sushilka. Avariy tarafda rakvinani tagiga tashlab ketganmiz. Chiqqanimizda bu yerda общий sanuzelimiz bor. Xonamiz kattaroq. Bu yerda kirmoshga joy chiqazganmiz. Sushilkaga joy chiqazilingan. Dushovka kabinka qilinadi. Bu yerda rakvinamiz, avariy taraf rakvinani tagida. Va unitazimiz. Bu yerda dushovka kabinkaning ichiga sidushka qilamiz. Sidushka resirkulyatsiyaga ulanadi. Bu xonamizda detskiy xonamiz. Bu yerda kravat o'rnini tashlab keta olmaganmiz, chunki joyi aniq emas. Bitta radiator qo'yilgan. Kommunist universitetlarga joy chiqazilingan. Ikkinchi detskiy xonamiz. Bu ham poni topli bo'lingan, kravat o'rni qoldirilmagan, chunki joyi aniq emas bu xonamizda ham. Radiator qo'yganmiz. Kommunist universitetga joy chiqazilingan. Xo'p, bu xonamiz zalimiz bo'ladi. Zalimizga bitta radiator qo'yganmiz oynaning tagiga. Yaponiya topli pol qilib berilgan. Bu xonaga ham kommunist universitetga joy chiqazib ketilgan. Bu xona aslan ko'proq past temperaturada turadigan xonamiz, ko'p ishlatilmagan hisobiga. Kerak payt yoqilinadi. Shuni o'zi ham ancha rasxoddan tejab qo'yishga yordam beradi. Hozircha shu birinchi etajimizdan bitkazib olsak, birinchi etajimizdan obzor qilib qo'yamiz.